Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi Yuan appimizni akamlarga topshiryapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz, suyimsiz? Rahmat. Anvar akam zakaz qildilar. Anvar akam zakaz qildilar Buxorodan. Bitta telefon qilib turib, tanimayman akam hozirgacha. Uka dedilar, bizga 3 ta Yuan app kerak dedilar. Bo'ldi desa, shartnoma tajadilar. 3 ta pasport tajadilar, 3 ta shartnomani tajadi. Bittasi to'lab yubordilar. Keyin oladigan odamlarni mana birinchi marta ko'rib turibman o'zim ham. Qanday bo'ldi, nimalar bo'ldi aytib bering. Qancha to'lanlaring, nima bo'ldi, qancha yetib keldi? 15 kundan 20 kuncha yetib keldi. Shunday Shunday ketdi. Bitta yetib keldi, lekin 20 kungacha keldi. 20 kungacha keldi. Shunday. Bu birinchi mashinamiz, ikkinchi mashinamiz, uchinchi mashinamiz chiqdi o'sha. Bu chiqib ketdi, 65 kunda o'zi. Ha, to'g'ri. Endi barvaqt kelgani uchun barvaqt chiqardik. Shunday. Xizmatlarimiz qanday bo'ldi aka? Zo'r, to'g'ri. Obunachilarga nima deysiz? Hammaga omad, Xudo barakasini bersin. Hammaga shunaqa Sizlarga ham baraka bersin, sizlarga ham nasib qilsin, ularga ham Xudo barakalarni bersin inshaalloh. Olgan boshlardan tagida shamollar uchaversa, yaxshi kunlarga haydaylar. Sog' Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling ukajon. Yaxshi kunlarga haydaylar. Rahmat.